Assalomu alaykum chorva qo'yish ishqibozlari. Kitish qo'chqorlar sotiladi, yangi kitishga chiqqan. Asli Surxondaryoning Hisori zotidan, manzil Sirdaryoda turibdi. Yaylov sharoitida yetilgan qo'chqorlar. Qo'yingizga olib borib qo'shganingizda 5-6 ta qo'y qochirib charchab qolmaydi. Yemda turib, tor joyda kam harakat qilgan qo'chqorlar emas, yaylovda yurgan qo'chqorlar. Xo'p, qo'chqorlarni narxlariga keladigan bo'lsak, 13,5 milliondan so'rayapmiz. Kami bor, kelishtirib beriladi. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib so'rasalaringiz bo'ladi qo'chqorlarni. Qo'chqorlarning nasliga toza hisori qo'chqor ekanligiga javob beriladi.